Hayotda beg'am yashash mumkinmi? Aqli joyida odam. G'am qilmasdan yashash mumkinmi? Aqli joyida odam deyapman. Mumkin emas-a? Hamma shu fikrga qo'shiladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Siz Allohga qaytish kanalidasiz. Bu yerda qalbni uyg'otadigan va iymonni mustahkamlaydigan nasihatlar topasiz. Endi esa birgalikda ma'ruzani tinglaymiz. Eslaylik-da, hammamiz mana shu yerda cho'ntagimizda qancha pulimiz bor, yo'ligimizdan qat'iy nazar bir yoshligimizni eslaylik-da. Zo'r hayot bo'lgani, beg'am hayot bo'lgani, shoh ham, gado ham nima qilar ekan? Yoshligini qo'msar ekan. Nimaga desangiz, g'am bo'lgan emas. Patinkasini yetib kelib, so'kishishgan tepa o'rnitasiga chiqdi. Chunki olib beradigan dadasi bor. Urushib ko'ynagini loy qilib, kir qilib kelavergan, yuvib beradigan onasi bor. To'g'rimi? Hech narsani g'amini qilgan emas. Remontga pul desa hech o'ylangan emas. Shunday, dada deydi, remontga pul deyapti deydi. Nima dardi bo'lsa shakilda dadasiga aytgan, dadasi xalq beravergan, xotirjam hayot bo'lgan, eslaylar hammamizda. Shunaqa yashash mumkinmi katta bo'lgandan keyin? Hech o'ylanib ko'rganmizmi shuni? Mumkin birodarlar. Mumkin. Xuddi dadangizga dardingizni aytgandek, yana kimgadir dardingizni aytish kerak bo'ladi. Akas pasport stolida ishlaydi, hajman so'ng bo'lib qoldi, pasport so'rashni qilish kerak. Men uchun g'am. Lekin siz akas pasport stolida ishlagani uchun sizga shu muammoingizni hal qilib beradigan konkretni bitta odamingiz bor. Siz uchun nima emas u? Emas. Qish kelyapti, dublonka olish kerak. Bitta jo'rangiz dublonka purish. Muammomi? Pulingiz yo'q bo'lsa ham muammo emas, chunki variantga beradi. Uzvorishlikka. Menga muammo, chunki meni dublonka sotadigan birodarim yo'q. Aytmoqchi bo'lganim, sizni muayyan bir muammoingizni hal qilib beradigan bitta odamingiz bo'lsa, shu muammo sizga nima emas? Muammo emas, problema emas. Mana yosh bolalik paytimizda hamma problemamizni otamiz hal qilib bergan, suyanchig'imiz bo'lgan, biz uchun g'am bo'lmagan. Hayotda katta bo'lganda shunday yashash mumkinmi? Qanaqa mumkin? Xo'p, mana shu tavakkul haqida gaplashamiz. Allohga tavakkal qilgan el na talqonni, na qalqonning g'amini yer degan ekan So'folloh yor. Shu tavakkul haqida gaplashamiz. Nima u tavakkul? Allohga tavakkal deymiz. Nima tavakkal deydi? Aksariyat odam tavakkalda, otni boylab tavakkal qilishdi deydi. Xo'p, to'g'ri, o'sha tavakkal nima siz bilmaydi. O'sha bilmaganligimiz uchun qiynalanyapmiz birodarlar. Bilmaganligimizdan hayotimiz mashaqqatdan chiqmayapti. Tavakkul bu boyaga aytganimizdek suyanish. Mana bir qancha esi bor odamlar masjidga joylashayotganda ustun tagiga o'tirgan, ana shu suyanishlikni hisobini olgan. Mana suyanmayotganlarda beli tolyapti. Lekin suyanib olgani beli tolmayapti. Hayotda xuddi shunaqa birodarlar. Hayotdagi g'am tashvishlarini Robbisiga topshirib qo'ygan odam go'yoki devorga suyanib o'tirgan odamga o'xshaydi. Endi g'amini Allohga topshirishga aqli yetmagan odam xuddi devorga suyanmay, o'zini yukini o'zi ko'tarib beli tolgan odamga o'xshaydi. Birodarlar, beg'am yashash mumkin. Bitta g'am bilan yashash kerak faqat. Allohni rozi qilishlik g'ami bilan. Alloh taolo aytayapti, meni rozi qilishlik g'ami bilan yashagan, hamma muammoim meni zimmamga, hadislarda kelyapti. Lekin topshira olmayapmiz Allohga g'amni. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas bu kishining hisobi, bu kishining hamma muammolari Allohning zimmasiga bo'ladi. Tushunali bo'ldimi? Allohga tavakkul qilsa, tavakkul degani hamma g'am tashvishni yig'ishtirib egasiga topshirib qo'yasiz, g'am qiladigan joyingiz faqat Alloh desin. Tarix qarasak, tavakkulchilar tiqilib yotibdi. Payg'ambarlar eng birinchi o'rinda.
Ibrohim alayhissalom 17 yoshar bolani eslaylik. Oyoq qo'lini boylab, ana shu palaxmonni kapkilga o'tkazib, o'tga otamiz deb turganda, bitta odam kelib qo'ylar, bu yosh odam, yosh yigit ekan, bilmay qo'ydi, bitta odam himoyasiga o'tmadi. Ibrohim alayhissalom tamomiy xotirjam, g'amni Robbimizga topshirib qo'ygan. Senlar aytgan bo'lamidi? Alloh aytgan bo'ladi deb cho'chimay o'tiribdi. Hasbunalloh va ni'mal vakil dedimi? Otishdi. Uchib ketyapti havoda. Rivoyatlarda Jibril alayhissalom keldi. Alaka haja Ibrohim, Ibrohim bizga xizmati yo'qmi deb keldi. Allohga tavakkal qilgan bandani xizmatini kimlar qiladi deb kelyapti. Ibrohim, menga hojatingiz bormi desa, Ibrohim alayhissalom qarab, sizgami deyapti. Sizga hojatim yo'q deydi. Bo'lmasa hozir o'tga tushadi. Allohga suyanishlikni tamomiy cho'qqisini ko'ring tavakkulda. Sizgami deyapti? Sizga hojatim yo'q deydi. Ammo Robbimga hojatim bor, biroq Robbimga gapirishimga ham hojati yo'q deyapti. Ya'ni nima qilyapti? Bilib turibdi menga nima kerakligini. Biz ba'zida duo qilib aytamiz bir chekkadan nima kerakligini. Biz bilamiz o'zimizga nima kerakligini. Allohni o'ziga topshirib qo'yib, Parvardigor menga nima kerakligini sen mendan ko'ra yaxshiroq bilasan. Alloh akbar deya olmaymiz biz. Biz bilamiz o'zimizga nima kerakligini. Tilimizda aytmasa 7 millionga o'xshaydi. Birodarlar, qo'lingizni ochib Parvardigor o'zingga tavakkul qildim deyinda, Alloh o'zi biladi sizga nima yaxshi, nima yomonligini. Mushkuli ham shu edi-da, biz o'zimiz bilamiz bizga nima kerakligini. Robbimizga tashamaymiz, biz o'zimiz bilamiz nima kerak. Bizning muammoimiz ham shunda. Yomg'ir farishtasi keldi rivoyatda. Parvardigor do'sting Ibrohimni o'tga irg'itishdi. Izn ber, yomg'irni o'chirib qo'yay suv bilan dedi. Yomg'ir yog'dirib o'tdi. Ibrohim alayhissalom bunaqa suyangan bandasini Jabroilga ham, yomg'ir farishtasi ham qo'ymadi. Kutilmagan joydan rizqlantirib qo'ydi. Aytdik-ku, quyida shunaqa sabablar bor. Agar buni biz zo'r qoyim qilib qo'yadigan bo'lsak, birodarlar, biz kutilmagan joydan olib kelib qo'yadi. 2 marta, 3 marta hayotingizda ko'ring-da, problemingizni siz kutmagan joydan hal bo'lib ketganligini. Qarang orqani, Allohga tavakkul qilib g'am qilmadingiz. Gap bu yoqda ekan u. Qaytib birovga dardingizni aytmay qo'yasiz. Alloh bir mushkula bersa, qarab turar ekan. Qani kimdan so'raydi yechimini? Biz unga yuguramiz, bunga yuguramiz, bo'lmaganda oxirida Alloh deymiz. O'zi aslida boshida Alloh deb turinglar yugurish kerak emasmidi? Kutilmagan joydan hal qilib qo'yaman deyapti Alloh. Kuydirish kerak bo'lgan o't jannatda bog'iga aylanib qolmadimi Ibrohim alayhisalom uchun? Sizni boshingizni tupikka tiqadigan odam yechim bilan keladi o'zi aslida. Tushunalingmi? Biz shunga ishona olamizmi? Biz ishona olamizmi? Tavakkulchilarning ustozlari, payg'ambarlar. Musa alayhissalom 600 mingta yahudiyni yetalab dengizni bo'yiga borganda Firavn orqadan ko'rindimi? Inna mudrakun dedi yahudiylar. Bo'ldi dedi, Firavn yetib keldi orqadan. O'sha zamonda eng kuchli armiyasi polni voorуженный keldi orqasidan. Qirib tashlash uchun keldi. Cho'chishdi yahudiylar. Bo'ldi, pishdik dedi. Ibrohim Musa alayhisalom kalla inna ma'i robbi sayahdi yo'q dedi. Robbim men bilan albatta yo'l ko'rsatadi dedi. Deyishi kelmadi dedi Alloh, asoyiz bilan dengizni. Kutuvdimi shu muammo shunaqa hal bo'lishligini? Kim o'yladi dengiz yorib o'tishni? Musa alayhisalom o'zi ham o'ylagan emas edi. Faqat g'am qilmadi. Men Alloh aytgandaqa yashay, Allohga suyaning, Alloh yo'l ko'rsatadi dedi. Dengiz yorib chiqib ketdimi? Birodarlar, tavakkal qilgan kishilarning tarixda minglab misolini topsa bo'ladi. Biz o'zimiz qila olamizmi shu ishni? Biz bunday qaraymiz. Men bu mashinani tekis qilib qo'yib beraman deysiz. Javob deysiz. Qadam bilasiz, taqsir, og'rib qolarsiz, o'lib qolarsiz, svet o'chib qolar, qo'lish sinib qolar, yo'q. Men qilib beraman deysiz. Men gapimga javob beradigan bitta o'g'il bola, gapli o'g'il bolaman deysiz. Ismoil alayhisalomni men sizni so'yaman nima deysiz desa, inshaalloh sabr qilganimni ko'rasiz deyapti. U bitkizib beraman deb, prosta chidab beraman deb, o'zida bor sifat, sabr. Inshaalloh sabrli ekanligimni ko'rasiz deb, o'zidagi sifatni ham kimga yopishtiryapti? Ishonishmagan ular o'zlariga. Akasiga ham, dadasiga ham, qaynotasiga ham ishonmagan. Ular Allohga suyangan ular. Bizni zamonimizda yashayotgan odamlarimizning eng birinchi muammosi shu akalar. Shu pul masalasini, rizq masalasini to'g'ri hal qilib olsak, inshaalloh ibodatda ham huzur topib qolamiz.
Un qimmatlasa ham xotirjam bo'lamiz. Tovarimiz muzlab qolsa ham xotirjam bo'lamiz. Endi nima bo'lar ekan demaymiz. Nima deymiz? Allohning aytgani bo'ladi. Zo'ra Misol o'ylanaversangiz, siqilaverasiz, bo'g'ilaverasiz, tugamaydi muammo, to'g'rimi? Kechqurun uyqusiz kelguncha o'ylandingiz. Bir narsa hal bo'lib qoldimi? O'zingizni nervingizni kemirgan qoldingiz. Ertaman turdingiz, problema yana turibdi. Yana siqilasiz. Agar siz boshida Allohning aytgani bo'ladi, Parvardigor, men faqat o'sha muammoda hal bo'lishi sababini qilib qo'yaman, natija seni qo'lingda deb qo'yganimizni bilasizmi? Qanaqa xotirjamlik bo'lardi. Ya bo'ldi, xotirjam bo'ling, men qilib beraman, uka desa bitta odam. Hali ishingizni. Hali pasportni stolda akasi bor, oshingiz keldi, bo'ldi, men qilib beraman, keldi, pasport oldimi? Xotirjam bo'lib qolasiz. Ol kelyapti konteyner, bitta beraman shu mashinamdan devorni bitasiz. Variantga. Bitta odamni gapiringizni qalbingizni qanaqa bir ko'tarib yuboryapti. Endi Allohga suyanishni bilgan odam qanaqa yashar ekan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Law annakum tawakkaluna ala Allohi haqqa tawakkulihi la ruziqtum kama tuzaqut tayr taqdu himasan va la taruhu bitona." Agar sizlar deyapti Rasululloh, haqiqiy tavakkul qilishdi, tavakkul nima edi? Nima edi tavakkul Allohga? Qanaqa suyanamiz? Natija haqida g'am qilmaymiz, mehnatni qilamiz, sababni qilamiz. O'sha kiyikni olayotgan bo'lsak, kamonni cho'zamiz. Shamolda rashotini olamiz, keyingi qadam sotib qo'yib yorib turib, endi kimdan buyog'i? Tegsa ham Allohdan, tegmasa ham Allohdan. Qo'lingizdan kelganda hunaringiz bilan motorni yig'dingiz, endi bosadigan payt keldi. Kimdan buyog'i? Ana. Mana tavakkal. Natija haqida g'am qilmaslik. Mehnat qilinadi, lekin natija haqida siqilinmaydi. Agar sizlar deyapti Rasululloh, rosakamiga tavakkul qilishni bilganinglarda, sizlarni qorningizda Alloh taolo xuddi qushni qornini to'yg'izganda to'yg'izib qo'yadi deydi. 3 yil bo'ldi, 1 metr qor yog'di. Qushlar qirilib ketdi machidan. 1 metrda o'yib kira olmasdi ular. Butun yer yuzini bosdi, mana o'sha viloyatini bosdi deb o'sha 1 metrlik qor. O'lib qoldimi qushlar? Endi nima bo'larkin bu deb bo'lmabdi bu yil. Endi nima qilamiz? 10 so'm bo'pti. Birodalar, agar ishonavering, agar rizqingiz bo'lsa o'lmaysiz, yashayverasiz. O'lmabsizmi demak? Rizqingiz bor. Qaranglar, qancha bir uzoqlashib ketganmiz tavakkul degan narsalar. Qush albatta ertaman qonni och uchib chiqib ketar ekan, kechki payt albatta qonni to'q qaytar ekan. Bu mo'jiza bu. Bu aytdim, ularda konteyner yo'q qushlarda. Hunari, tijorati hech narsasi yo'q. Uni faqat qanoti bor. Shu sababda qanotda qoqib uchib chiqib ketadi, Alloh albatta beradi. Biz ham o'sha oyog'imizni bosib chiqamiz ko'chaga Allohga suyanib, Alloh albatta nima qiladi? O'zim hayotimda sodir bo'lgan narsa. Bozorda turganimda pista olib kelayotgan bir arava yo'lidan chiqib ketdi-da, qopi chachilib ketdi. Qopini eng tagidan bir aravasiga ilashib qolib turib, bir yarim kilocha pista to'kildi. Pistani egasi aravakashni so'kdi, qarab turibman, men guvohman shunga. Yerdan qolgan pistani yig'di, yana qanaqa qopni tagidan yirtildi. Agar tevasdan tushganda, endi tevasda turganda tushishi mumkin bo'lsa ham ustidan tushishi kerak, lekin tagidan tushmas edi, shunday emasmi? Hali odam ketdi, 5 minutdan keyin qarasam, subhanalloh, 4 ta michcha rizqini teryapti hali yerda. Qoptaga tushgan hali pista donalari. U to'kilish kerak emas hech qachon, chunki tayda qopdi. Lekin Alloh birodarlar, shu mishchalarda rizq qilib yozib qo'ygan ekan, shu 4 ta 5 ta pista donasiga qoldi kelib terib ketyapti. Ana shu qushlarning rizqini bergan Alloh siz bilan bizga rizqimizni bermaydimi? Birodarlar, xotirjam bo'laylik. Mehnat qilaylik, harakat qilaylik, natija haqida g'am qilmaylik. Tushuntira olyapmanmi? Bitta darsga sig'maymiz.